Nodir aka tushing endi bir darvozani obzorini qilib bering. Avvalda boshlab yordingizmi? Boshlab yubordik aka. Assalomu alaykum vatandoshlarimiz, obunachilarimiz. Xudo xohlasa mana navbatdagi darvozamiz o'z o'rniga jarayonlarni yakunlab oldi. Bu darvozamiz o'zlaring ko'rishlari mumkin. Tojikiston Respublikasi Dushanbega olib kelib o'rnatib berdik. Bayonlarni yakunlab oldik. Bu darvozamizni qisqacha obzorni qilib bersam, darvozamiz razmerlarga kelsak 380 eniga 330 bo'yiga bo'lgan. Alohida pedixatli eshigi bor. Pedixatli eshigi 120 ga 230 bo'lgan. Bu darvozani materiallariga kelib to'xtalsak, materiallari past tomoni 10 ga 5 shivellar bo'lgan. Yo'llari o'ynakiga 8 burus pul eng qalin pul varianti ishlatilgan. Darvoza 2 qavatli variantda bo'lgan, 2 qavatli varianti ham qo'lni qalin, orqa oldi bir xilda bo'lgan. Ranglariga kelsak, ranglari mokr asfalt kraskada bo'lgan, GKK kereje bilan aralashtirib turib, shu rangni keltirib chiqarilgan. O'ziga yarashgan palasalarda qilib berilgan. Bu fasod 2025, 2026, 2028-27-yillarda ham xudo xohlasa trend bo'ladi degan umiddamiz. O'ziga yarashgan profillardan rochka qilib berilgan, nerjavankani toni palasa qilib tortib berilgan, palasa sifatida qora kraskadan palasa qilib berilgan. Darvoza skromni hech qanaqaligi bezak boshqasi yo'q. Uyga haqiqiy xonadonga yarashadigan darvoza. Shanirlariga kelsak, shanirlari ham pon o'sha 40 sm katta baquvvat shanirdan planka asosida ponni quyib berilgan. Xudo xohlasa shanirlar hamma yo'g'i joy-joyida. Darvozani orqa oldi, bir xil hozir orqasini ham ko'rsatib o'tamiz. Darvoza xudo xohlasa nihoyatda chiroyli xonadon egalariga yoqqan. Alohida pedixatli eshigimizga kelsak, pedixatli eshigimiz 120 ga 230 aytib o'tganimdek. O'ziga yarashgan mana zamonlargacha qo'yib berdik. Ochilib yopilishlari nihoyatda chiroyli. Buni ham xuddi o'sha qanday material kattaga ishlagan bo'lsa, kichkinaga ham xuddi shunday. Yondonlari ichidagi qovurg'a profillari 10 ga burus profilda ishlatilgan. O'zini qalinligini hisob qilsak, mana qalinligi 10 sm. Bu orqa tomoni, oldi tomoni qanday bo'lsa, orqa tomoni ham shunday. Buni ham yondonlari, kesaklari katta qanday bo'lsa, shunday profil ishlatilgan. O'ynakiga 8 profil, ponni burus profil, qalin stenada oyog'ining tagi shivellar bo'lgan. Mana orqa tomonlar. Ochilib yopishlari nihoyatda yengil. Bismillah. Katta darvozamiz ham mana xuddi shunday. Bu orqa tomoni, ko'rsatganimiz oldi tomoni. Sentrzomi hammaga qo'yib kelaman. Bir xil sentrzomi. Bismillah. Darvozamiz ochilib yopishlari. Hech qanaqa og'irligi boshqasi yo'q. Yengil ochib yopiladi. Chiqaveradigan yopamiz. O'zi aytgan joyda otadi. Xudo xohlasa, yuribing o'ldirib berilgan. Darvozani qalinligiga e'tibor beringlar. Bor, qalinligi, o'ta qalin, baquvvat. Ko'tarishlari ham nihoyatda chiroyli. Xudo xohlasa O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Esengil davlatlarga mutlaqo bepul olib borib o'rnatib, shunday qilib joylab beramiz. Uy, mashina, darvoza hammasi nihoyatda chiroyli did bilan qilinyapti. Xudo xohlasa sizlarga ham shunday darvoza, mashina, uylar nasib qilsin. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin, qo'yib qo'yilgan nomerlarga ishonchli holatda olib borib o'rnatib ustunlik etib beramiz. Agar videoyimiz, darvozamiz yoqqan bo'lsa, bir donani layklaydi, obuna tugmasini bosib qo'ysalar, bundan ham chiroyli darvozalarni xudo xohlasa olib borib ustunlik qilish sizlarga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mashinani qarang, 555 55 55 55 55 55 55. Bu yoqqa kelinglar. Bu 55 55 55 dan 10 ta ekan. Yana bitta 55 55 55. Gap so'z yo'q. Aka-ukalar 10 ta, o'ylakchita aka-uka bir xilda 55 55. Chunki ish 5 bo'lsin deb turib 55 55. Har qanday ishimiz 5 bo'lsin deganda. Siz endi ketaverasizmi? Ketdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ya, ketsin? Yo'q.